Assalomu alaykum barcha obunachilarimizga. Biz Obod shahridan gapiramiz. Sizlarga zo'r yangiliklarimiz bor. Kimda kim Moskvaga ketaman desa 1-aprel kuni mashinalarimiz Qarshi shahridan Mirishkordan yo'lga chiqadi. Umid Akuf akamiz nasib bo'lsa yo'lga chiqadi o'sha kuni. Bir kun oldin ertaga nasib bo'lsa O'zbekistonga kirib keladi. 1-chekshto kuni aprel kuni yo'lga chiqadi. Ekrandagi nomerga aloqa chiqamiz. O'zim nomerim bo'ladi. WhatsApp bog'langan. Yo'l kira narxi esa 1,5 million so'm. Salgina skidkasi bo'lishi mumkin. Bizning obunachilardan bu telefon qilsa agar kim ketayotgan bo'lsa, realni ketayotgan telefon qilsin, bezovta qilmanglar. Agar ketmayotganlaring bo'lsa, narxini so'rab, narxini aytib o'tayapman. Pochta jo'nataman sizlar Moskvaga qarab, uydagilaringizdan bironima bermoqchi bo'lsa, jo'natishingiz mumkin bemalol. Hammaga omad tilaymiz. Bu YouTube kanalimizni videolarni Instagram, TikTok orqali ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi bitta nomda bo'ladi. Faqat YouTube kanalidagi ikkisi bor. DJ Muro Obod 2 bo'ladi. Instagram, TikTokda DJ Muro Obod yozasiz poyezga berib, bitta yo'lachani bosib qo'yamiz, yaqinlar jo'natamiz, qo'ldan kelgancha maksimal tarqatamiz. Hammaga omad tilaymiz. Yana bitta yo'lachamiz bor. Kimda kim Moskvadan Qozog'istonga kirdi chiqdi qilaman desa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqamiz. Bo'lmasa ovozga aytib o'taman. +903 219 22 42 ishonarli tonish akamizning mashinalari bo'ladi. Hammaga omad tilaymiz. Bizning kanalda o'tgan telefon qilsalar, Nurbek akamizga skidka qilib beradi. Qozog'iston Moskva kirdi chiqdi xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Hammaga omad tilaymiz, shoshilamiz, maksimal videoni tarqatamiz. Bitta narsa yana mana bu ko'rib turgan mashinchamiz tabiiy o'zimiz mashina shu, ana kartinga emas, sarlavhaga shu mashina qo'yiladi. Hammaga omad tilaymiz, qo'ldan kelguncha podelitsiya qilamiz, like bosamiz, yaqinlar jo'natib qo'yamiz. Bo'lmasa shoshilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.